Noodatiy qurilmalarni sozlashda davom etamiz. Bu galgi qurilmamiz Huawei FreeBuds Pro 2. Sozlash jarayonini ham video davomida qo'yib boraman. Quloqchinimizning muammosi batareyka qismida. Batareykasini alishtiramiz. FreeBuds'imiz tayyor bo'ldi. Ulangan qurilmalar orasidan topib olamiz. Ular juda ko'p bizada. Ilovasida ham ko'rishingiz mumkin, zaryad olib turibdi. FreeBuds'larni tuzatib olganimizdan so'ng noodatiy bo'lgan vajlarimizni tuzatishga kirishamiz.